hamma qiziqtirayotgan savolda qarang. Siz quyondan chiqayotgan go'ngga hamma qiziqadi, nima qilish kerak? Ko'p savol bo'ladi. Nima qilish kerak? Men misol uchun gulchilikka, misol uchun dalaga yo'yaman. Siz nima qilasiz? Mani joyim bo'lganda, mana shu joyim kattaroq bo'lganda, men biogo'musda ham qivorardim. Chunki menda pozolat qiladi ob'yom chiqayotgan go'lni. Lekin joyim yo'q bo'lgani uchun dala bor, bu yerda orqamizda dala tomonda turamiz. Dalaga olib chiqib yoyvoramiz. Fermerlar mazza qivoradi. Yana ko'rdinglar. Dararoq joyda tursanglar, bu muammo emas. Shaharda tursanglar, lekin hovliga bunday o'tib ketgan qilsanglar, bu juda quvvatli, zo'r. Daraxtlarga foydali. Men misol uchun o'zim gulchuna, go'ng haqiqatda zo'r, quyonni go'ngi zo'r. Mollikidan ham, qo'yikidan ham zo'r quyonni. Shu go'ng anaqa ham mayda-mayda uni elish ham shart emas. Bir kun quritib qo'ysangiz, oldindan yoyib qo'ysangiz ham bilmaydi. Yer bilan aralashib ketadi. Rostina anaqa chiqadi, dedim, xudo xolisa. Klientlar chiqyapti go'ngga.